huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish adolat va qonun ustuvorligining garovidir. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 246-modda kontrabanda. Kontrabanda, ya'ni bojxona nazoratini chetlab yoki bojxona nazoratidan yashirib yoxud bojxona hujjatlari yoki vositalarga o'xshatib yasalgan hujjatlardan aldash yo'li bilan foydalanib, deklaratsiyasiz yoki boshqa nomga yozilgan deklaratsiyadan foydalanib, kuchli ta'sir qiluvchi, zaharli, zaharlovchi, portlovchi moddalar, radioaktiv materiallar, portlatish qurilmalari, qurol-yarog', o'qotar qurolni, o'q-dorilarni yoki o'qotar qurolning asosiy qismlarini, shuningdek giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalar yoki diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tkazish 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Yadroviy, kimyoviy, biologik va ommaviy qirg'in qurollarining boshqa turlarini, shunday qurollarni yaratishda foydalanilishi mumkinligi ayon bo'lgan material va moslamalarni, radioaktiv materiallarni, shuningdek giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni ko'p miqdorda kontrabanda qilish 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 246-moddasiga ko'ra, kontrabanda, ya'ni bojxona nazoratini chetlab yoki bojxona nazoratidan yashirib, yoxud bojxona hujjatlari yoki vositalariga o'xshatib yasalgan hujjatlardan aldash yo'li bilan foydalanadi. Deklaratsiyasiz yoki boshqa nomga yozilgan deklaratsiyalardan foydalanib, kuchli ta'sir qiluvchi, zaharli, zaharlovchi, portlovchi moddalar, radioaktiv materiallar, portlatish qurilmalari, qurol-yarog', o'qotar qurolni, o'q-dorilarni yoki o'qotar qurolning asosiy qismlarini, shuningdek giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni yoki diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallarni O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasidan o'tkazish 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ogoh bo'ling. Konstitutsiya, qonun va demokratik tamoyillar asosida boshqariladigan mamlakatni kufrda, dunyoviy qonunlarga itoatda bo'lgan fuqarolarni kofirlikda ayblash, Suriya kabi mamlakatlardagi jangarilar safiga go'yoki hijrat va jihod g'oyasi ostida borib qo'shilishga da'vat etish, davlat islomiy va xalifalik qonunlari bilan boshqarilishini vojib deb targ'ib qilishda ekstremistik va aqidaparastlik alomatlari mavjud. Tafakkur qiling. Abdulla Zufar, Mahmud Abdulmo'min, Sodiq Samarqandiy, Abu Saloh kabi internetda diniy ma'ruza qilayotgan mutaassib shaxslarning targ'ibotiga uchib, huquqbuzarga aylanib qolmang.